Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, din qardoshlar, musofirda yurgan aka ukalar. Bilaman, bu dunyoda hozirgi zamonda juda ko'p aka ukalarimiz prostatit, adenoma, gemoroy kasalliklaridan aziyat chekyapti. Ko'p o'tirib ishlaydigan aka ukalarimiz. Ko'p o'tirib ishlaydigan aka ukalarimizga oddiy tavsiya: Andijon shifo avtoegari, birkalari bilan bo'ladi. Bu avtoegarimizni olib o'tirasiz. Sizni prostatit, adenoma, gemoroy kasalligidan sog'aytiradi. Shifo avvalo Allohdan. Biz oddiy bir sababchimiz. Sizni sog'aytiradi prostatit, adenoma, gemoroy kasalliklaridan. Erkaklik quvvatini ko'taradi. Fura minadigan, yengil mashina minadigan aka ukalarimizga tavsiya qilinadigan, ko'p o'tirib ishlovchi insonlarga tavsiya qilinadigan avtoegarlarimiz. Bu avtoegarlarimiz mana naturaliy mix qo'yilganlari bor. Haqiqiy tabiiy jun qo'yilgan. Mol teridan tayyorlanadi. Bunisi kojinli haqiqiy teridan, mol teridan zamshuvisi. Bu narsani olib ishlatgan aka ukalarimiz juda ko'pchiligi maza qilib ishlatishyapti. Xudo xolasa, avvalo Alloh adashtirmasin. Shifo avvalo Allohdan. Biz oddiy bir sababchimiz. Mana shu avtoegarlarimizni ishlatib, siz juda ko'p kasalliklardan xoli bo'lasiz. Prostata bezingizni massaj qilish hisobiga, chot sohasida qon aylanish hisobiga sizni Andijon shifo avtoegari juda ko'p kasalliklardan forig' qiladi. Eng avvalo erkaklarimizga erkaklik quvvatini ko'taradi. Juda foydali mahsulot. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Telefon raqamlarimiz nimada bor, profilimizda bor. Pastga Telegram messenjerimizni nimasini qo'yib qo'yamiz, silkasini. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.